Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'rguvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Hong Kong kishilik huquq va demokratiya qonun loyihasi Amerika Avom palatasida ma'qullandi. Turkiyalik qomusiga 15 Uyg'ur turkiylar kirgizildi. Yىغىۋېلىش لاگىرلىرىدىكى tan jazosى ئۆيىگە دائىرىسىنىڭ كۆرۈنۈشى ئاشكارىلاندى. Eng kuchli tayfun bo'roni Tokioga hujum qildi. Tövəndə diqqətlə xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. 15 oktyabr günü Amerika Avam Palatası Hong Kong kishilik huquq va demokratiya qonun loyihasini butun ovoz bilan ma'qulladi. Avam Palatası shu kuni yana birdek holda Hong Kongga aloqador ikki loyiha va bir qaror ma'qulladi. Amerika Avam Palatası raisi Nancy Pelosi muzokara yig'inida so'z qilib, Cumhuriyetchilar partiyasi bilan Demokratchilar partiyasi Hong Kong xalqining demokratik ko'rishini birdek qo'lladi. Agar Amerika iqtisodiy manfaat sababli Xitoydagi kishilik huquq dafsanchiligiga qarshi o'tirg'i chiqmaydigan bo'lsa, xalqaroning har qanday yerda kishilik huquq krizisiga aralashish huquqini va imtiyozini yo'qotadi. O'tgan 10 yil ichida Xitoydagi kishilik huquqi munosabatli temalar savdo manfaatini chiqish qilgan holda davomlashdi. Amerika qimmat qarshini savdo manfaatining qurboni qilsa, ro'yitimizni pulga sotgan bo'lamiz. Xitoy Kommunistik partiyasi Hong Kongda demokratik erkinlikni bostiryotdi. Tibetlarning madaniyatini yo'qotishga o'rnatdi. Uyg'urlarning til va madaniyatini yo'qotish uchun 3 milliondan ortiq Uyg'ur musulmonlarini lagerga soladi deganlarni bildirdi. Hong Kong kishilik huquq qonun loyihasida tövəndikidagi muhim 3 mazmun ta'kidlangan. Birinchi, Hong Kongning o'z-o'zini idora qilish haqida yillik tekshirish ilib berib, Hong Kongning Xitoydan farqli holdagi alohida siyosiy muhitdan bahramand bo'lgan yoki bo'lmaganligini bekitish. Ikkinchi, Hong Kong xalqining o'zini idora qilish huquqiga, kishilik huquqiga ziyonkashlik qilgan kishilarning Amerikaga kirishini cheklash hamda Amerikadagi mol-mulkini to'g'ritish qatorliq usullar bilan jazolash. Uchinchi, Xitoyga qarshi kurashlarga aktiv qatnashgan sababidan delo turg'izilgan kishilarni himoya qilish. Hong Kong kishilik huquq va demokratiya qonun loyihasi Kengash palatasida ma'qullangandan keyin prezidentning imzolashi bilan rasmiy qonun sifatida kuchga ega bo'ladi. Erkin Asiya radiosi xabari. Turkiyadagi eng chong nashriyatlardan biri hisoblangan Oqchoq nashriyati tomonidan nashr qilingan Turk dunyosi turkiylar nomli qomusga 15 Uyg'ur turkiylar kirgizilgan. Ma'lum bo'lgandek 1991-yili Sovet ittifoqi yemirilib, O'rta Osiyo Turkiy Jumhuriyatlari mustaqil bo'lgandan keyin Turkiya turkologiya tadqiqotining markaziga aylanishga boshladi. Hozirgacha bo'lgan 28 yil jarayonida Turkiyada turkologiya to'g'risida ko'p sonda ilmiy muhokama yig'ini ochildi. Universitetlarda ochilgan turkologiya fakultetlarining soni ko'paydi. Turkiya til tadqiqot idorasi, tarix tadqiqot idorasi va boshqa cho'ng kichik nashriyatlar ko'p sonda kitob, lug'at va qomuslarni nashr qildi. Yaqinda tunilgan turkolog Elazığ shahridagi Fırat Universitetining professori Ahmad Boran apandi bosh tahrirligida tayyorlangan Turk dunyosi turkologlar nomli qomus O'rta Osiyo Turkiy Jumhuriyatlari va har qaysi davlatlar turayotgan turkologlardan bo'lib 430 tilshunos turkolog kirgizilgan bo'lib, Anqaradagi Oqchoq nashriyati tomonidan nashr qilindi. Qomus 2 tom, jami 1280 betdan tarkib topgan bo'lib, Uyg'urlardan 15 kishi kirgizilgan. Bular marhum Ibrohim Mutii, Emin Tursun, Turdi Ahmad, Hoji Ahmad Sadiqasov, Mirsulton Osmanov, Hamid Temur, Tursun Ayub, Letip To'xti, Arslan Abdullah, Abdurauf Polat, Muhabbat Qasim, Xoliq Niyaz, Amina G'appar, Nasrullah Yo'lboldi va Sulton Mahmud qatorliq tilshunoslardan iborat. Mazkur qomusda bu 15 Uyg'ur tilshunosining qisqacha tarjimali, yozgan kitoblari, maqolalariga o'rin berilgan. Bularni İzmir'dagi Ega Universiteti professori Olimjon Inoyat apandi, Anqaradagi Hoji Bayram Vali Universiteti Uyg'ur tili o'qituvchisi Aysun Demizar Günari xonim va Istanbul Universiteti hozirgi zamon turk tillari va adabiyotlari fakulteti o'qituvchisi Rohila Qashqarli xonimlar tayyorlagan. Xitoyning Sharq Turkistonda jazo lagerlari qurib, Uyg'ur va boshqa millatlardan bo'lgan millionlagan kishini qamab qo'yishi va ularning haq-huquqlarini dafsanda qilishi xalqaro jamiyatning diqqatini tortgan edi. Yaqinda to'rda e'lon qilingan bir qisqa videoda yig'ivelish lageridagi qiyin qistoq uyga doir ko'rinishlar oshkorlandi. Bundan burun Xitoy garchi bir qism chet el axborot vositalari va muxbirlarni lagerga ziyoratga o'rlashtirgan bo'lsa-mu, oldin o'rlashtirilgan sahnalarni ko'rsatib, ko'z bo'yamchilik qilib kelgan. Avstraliyalik Uyg'ur faoliyatchi Arslan 11 oktyabr Twitter hisobida yig'ivelish lageriga doir bir qisqa video e'lon qilgandan keyin Uyg'ur masalasini yaqindan ko'zatib kelayotgan mutaxassis Verilman bu sin ko'rinishini tarqatdi. Uning tonishtirishicha Xitoy doiralari Xitoy muxbirlarga bir yig'ivelish lagerini ziyorat qildirgan. Qiynash uyimiz ziyorat qilingan. Videoda ko'rsatilishicha bir turma saqchisi har qaysi kameralarning ahvolini tonishtirayotgan bo'lib, bir uyda yer va tomlarga har xil qiynash asboblari tizilgan. Yana bir kamerada 2 dona yepiq shakllik, egizligi taxminan 1 metr, kengligi 50 sm bo'lgan hayvon qapisiga o'xshab ketadigan jazo kamerasi alohida elingan. Tasavvur qilishga bo'ladiki, bu yer tutqunlarni uzun vaqt qamash orqali vahshiylarcha qiynash uchun ishlatiladi. Egilinishcha Sharq Turkistonda ba'zi turmalarda tutqunlar yer osti 20 metr cho'nqurlikdagi kameralarda qapasga solab qo'yiladigan bo'lib, bu jarayonda tan jazosi va xo'rlash uchirgan. Ba'zi kishilar majburiy o'kul urilgan, noma'lum dorilar ishkizilgan.
Kanadalik sobiq Osiyo Tinch okean ishlariga mas'ul muavin tashqi ishlar ministri David Kilogor bilan xalqarodagi kishilik huquq advokati David Matas uzun mezgil XKPning organ atkazchiligi haqida mustaqil tekshirish ilib borgan bo'lib, yig'ivelish lagerida yuz berayotgan ahvollardan nihoyat andish qilib, ko'plagan isbotlar Xitoy hukumatining organ elish uchun odam o'ldirish kasbi bilan shug'ullanayotganligi, Falun Gongchilar Uyg'urlar eng chong ziyonkashlik uchirg'ish ekanligini bildirgan. 19 numurluq tayfun bo'roni Hagibis 12 oktyabr kuni kechda Yaponiyada quruqlikqa chiqib, zo'r ko'lamda buzg'unchilik paydo qilib, hozirgacha 35 dan ortiq odam o'lgan, 24 odam yo'qolib ketgan. 370 mingdan ortiq aholining to'ki to'xtab qolgan. 13 oktyabr kuni saharda Hagibis Yaponiyaning sharqidagi dengizda mo'tadil belbog' siklonga o'zgargan bo'lib, Hagibis Yaponiyaning poytaxti Tokiodan o'tib, shiddatli bo'ron chapqon paydo qilgan. Tokioning yo'llarini suv besib, daraxtlar o'rilib tushgan. Kelkun kelib aholining uylarini suv besib ketgan. Yaponiyadagi nurg'un yerlar og'ir ofatga uchrab, nurg'un daryolar xotirlash boshlangandan buyangi eng yuqori suv o'rniga yetgan. Yaponiya havo roy nazoratining amaldori bu 60 yildan buyon Tokioda ko'rilgan eng kuchli tayfun bo'roni degan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.